Assalomu alaykum obunachilar. Yana navbatdagi pressipimiz sotildi. Bugungi sanaga esa 2025-yil 12-mart kuni topshiryapmiz. Bu pressipimiz razmeriga kelsak 1.40 ga 2.40 bo'ldi. Rangi oq bo'ldi. Bort 40 cm, ishotkasi 70 bo'ldi. Pressip bo'ldimi bura? Ha? Oydinmi? Tarkob elektromontajlar bilan qilib berdikmi? Tabriklar. Tayinli shamolasi yaxshi kuningizda ishlating. Shu spravkasi. Sağ ol. Necha so'm oldi o'zi mana? 9,5 million. Hammasi ichida bo'ldi. Kuningizdagidan bo'ldimi? Ajoyib. Romlari shu yilda taraftar press-ritollari bilan 1 tonna 200 tonna bemalol ko'taradi. Amortizatorlari bilan, Lacetti yangi valonlar bilan mana bemalol Krella Bakvat, mana bu yerda kuzov nomeri, bu yerda bilkasi, mana zanjirlar bilan Zosko parkovka Mana idib berdik. Kimga shunaqa presslar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Zakaz bilan ham ishlab beraveramiz. Xorazm viloyati Qo'shko'pirga yetdi. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidan berdik buni. Men bu yerda hozir xudo xolasa Toshkentga uzatamiz. Bu moq pressib tentli bor. Kimga shunaqa presslar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Mana bu yerda tayyor presslarimiz bor. Mol ortish uchun mana Xorazmga jo'natamiz hozir. Borti mol ortish uchun presslarimiz bor, har xil turda. Mana bu Xorazmga berganmiz. Kelib olib ketadilar. Murojaat qilaverasizlar. Obunachilar like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Shunning chiroyli presslarni ishlab beraveramiz. Baquvvat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.